Parmaklar açılıp kaldı. Nafas olishga qiynalib. Ben şuraya çıkmak için çıkıp geliyorum. Yosh nechida xola? Yaşım 70'te. 70 bo'lgan xola mana tunnelda eng baland cho'qqisiga past chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi kun sanatoriyaga joylashganimizga, ya'ni Tuskan g'orida sanatoriyalar bittasi. Sharoitlar juda yaxshi. Hozir ertalabdan zavtrak qildik. Aytgancha 3 vaqtda ovqat beradi. Yotoq joylarda narxi 170 mingdan 250 minggacha boshlanadi. Bolalarni nima qilamiz? Ertalab hozir zavtrakdan keyin g'orga ketamiz. Tuskan g'origa. Mana bu gazel nasib bizni doktor bora направленияsi bilan. Qaysi paltada yotibsizlar? 7'da. 7da uzunligi? Yo'q, denov. Hozir hamma biladi. Ikkita. Shunday. Nima deymiz? Printer deymizmi? Shunaqa narsalarda. U tomon, u aytmoqchi o tarafda Turkmaniston degan chegara bor deyishdi-da, ulashadi. Bu yer nimada? Sherobod rayonidan ancha tog'da orasiga kirib kelar ekan. Yaxshi Tuskan, yaxshi joy ekan. Allergik bronxit, allergiyadan qiynalib yurganlar juda ko'plari shu yerga kelib pechene olyapti. Qo'ldan kelgancha adreslarni, narxlarini video qilib chiqaraman. Kelishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Tuskan g'origa ham yetib keldik. Tuskan ancha bor ekan, mana shu g'orga kirib ketamiz. Tuskan kirib ham oldik Tuskan g'origa. Endi shunga ketamiz. Bugün tuzdan suyetimiz koyuyoruz. Sarga nasıl bakın? Burada çaylar var. Çok mesela var ekan. Uchta sanatoriya bor, yana uzoqdan kelganlar. Ha. Hammaga kirsa bo'ladimi? Bular shaxtalar, kirib yotsangiz ham bo'ladi. Shaxtalar. Hozircha yotsa bo'lar ekan. Ha, chiqamiz ha? Doktor boy Toshkentdan kelgan, har yili keladigan. Ha, doktor boy? Men har yili kelmayman, bu yil birinchi marta keldim. keldim. Ha, bu yil birinchi, ha? Oldin kelib ketganman da bu yer. Ha. Ko'p kelar ekan odamlar. Zo'r ekan. Bu yerda bronxalni asma, mana shunday hozir o'tib ketamiz mana. Shunday kirishib yotishadi. Ha, bu yerlarda. Kelgandan kirib yotib, sulab olishadi, faqat ketguncha sulaydi. Lekin harakat qilishgan. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ko'p yurganimda. Ha, bu yerda endi yotsa bo'lar ekan-da. Ko'proq harakat qilish kerak, ayniqsa. Endi bor ekan. Bibi. Ha. Bular kirasa kravatni egallaydi, tamom. Daha chiqquncha Ha. ana damascha orqasidan kelib qarab yuradi. Ba'zan to'xtab qoladi. Ha. Ular qarang. Detit mnogo-da. Ha? Detit mnogo говорю. Ha, bola ko'p. Bolalarga qarangizlar, onalar. Shu oxirgi sho'rmi? Yo'q. Ha, bu yerda ham boyagida joy bor Mana ekan. shunaqa shaxtalar, palata. Kravat qo'ygan. Ha, tuz. Shu Bir yarim nima ayollar bor, yurishi qiyin, o'shalarga mo'ljallangan. Lekin hammasi yotib oladi. aslida yurish kerak. Chuqurroq. Shaxtalarda Suv bormi deyman, ha? shu suvlarni ham. Idishab qo'yapman men. Ketishdi keladi. Suv ketadimi shu yerda, nimasi bormi? Mana shu yerga izib to'ladi. Ha, joy bor. Buni olib ketadi bular. Oyog'ini yuvadi borib. Cho'miltiradi bolalarni. Bu asli asma, bronxit, shu allergiya deymizmi, shularga juda davleniyaga ham yaxshi. Pastdagi shaxtada o'tiradi, davleni tushirib yuboradi. Qand kasalliklariga mumkin emas, ha?
Yok, qand kasalliklari ham bilmadim. Yo'q, bu aslan nafas yo'llari. Biz oxirga chiqib ketmayapmizmi? Mumkinmi chiqib ketaversa bu yoqqa? Mumkin. Shunaqa joylar asma bronxitskiy Bronxit, bronxialni asma, allergiический polinoz. Mana shunaqa narsalarga. Даже Rossiyadan kelib, Moskvadan kelib lecheniya qilayotganlarni ko'rdim. Yaxshi joy ekan. Men o'zim birinchi marta kelishim. So'radik, video qilsak bo'ladimi deb. Ha dedi. Shu video qilyapmiz. Ko'plarga foydasi bo'ladi-da. Chunki deganda ukalarga ham ko'p pul ketyapti. Keldim, umuman tegmadi, foydasi tegmadi degan odamni ko'rganman. Men ham shunday deb eshitdim. Hozir mana 3-marta kelishim deydi. Assalomu alaykum. Ana tepasi mana shu yoqda o'sha yerga chiqsagan bo'lasiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Bu qayerda? Yana chiqib ketaman. Ha, yurib. Bo'ldi shu 4 video. Ha. Oxirgisi. Shoma bo'lish uchun Ha, mana shu oxirga kelibmiz pastda. Yiliga 2 marta keling. 3-4 yil. faqat nafas olishdi, ha? Bo'ldi nafas. Biz shu g'orda o'tirib nafas olasiz ekan. Shu Nafas olasiz, yana nima kerak sizga? Oqtoshda ham mana shu. Oqtoshda ham qachon borishni bilish kerak lekin. ha. Bu yerda efir moylar chiqayotgan vaqtda borishingiz kerak. Odamlar yil 10 deydi, bekorni gapirdi. Yil 10 ta'sir qilmaydi u yerda. Qachon efir moylar chiqayotgan vaqtda borsangiz, o'shanda foydasi bor. Zominga 99-yil borgan edim. Efir o'shalar archalar bor-ku, efirni efirdan chiqib olgan. Chunki 18 kun bo'lgan putyovkamiz bo'yicha. Juda chist, toza. 90-yilda, 18 kun edi. 18 kun turgan. Hozir oxiri 3 kun. Mana shu eng tepalikdan pastga inyapmiz. Yozda mana hozir keladi. U kuni bugun hali bir kampir aytyapti. 4 ta bachcha bilan keldik deydi. Bir kunda 8 ta bachcha bilan keldik. 8 baş. Qishloqda olmoqsizlar. 5 dedim, 12 ta, 15 ta. Hozir pesheraga kirib yotamiz bir soat. Mana bu yerlarda bor ekan peshera. Hamma yerda bor ekan. O'shalar hammasi toshmi, tuzmi? Ben shu tuz bo'lsa kerak. O'sha aslida bu nimaga kirgandan keyin yurish kerak ekan, nafas olib. Ko'plar mana qarang, yuribdi hamma. Men ko'proq yerda yotishim. Ha, mana. Baklar yotadi, ko'p besollar misol. Tuzda. Doktor yotmagin deyapti. Ha? Doktor yotmagin deyapti. Ha, yotma deyapti, doktor. Yurgin deydigan. Odamlar yotibdi. Nafas olish kerak-da bu nimaga kirib. Сразу уже чувств qilasiz-da. Natto'rana tuz. Shularni qirib olib tashlatsam yana bo'laversa kerak-da tuz. Doktor bu aytayaptiki, yuramiz faqat. Tepaga chiqamiz, pastga tushamiz. Doktor nima deyapti? Ha, shu yerda yurish kerak deyapti. Doktorning asl tavsiyasi Harakatda bo'lsangiz yurish kerak deyapti. Mana shu doktor bu ham 70 yoshda bo'lgan. Toshkentdan shu yerga kelib, lecheniya qilib ketadi. Ko'proq burundan borasiz. Endi shu doktor bu bizdan Ehtiyot bo'ling. boshqa borasiz. yuribmiz-da shu deb nafas olamiz. Chuqur. Hamma yerda peshveradi odamlar. Menda BBC radio ishlaydi. Amerika ovozi. Radioda? Xotinlar BBC radiosini bilasizmi? Nimaga stol qo'yib o'tiradi odamlar. Mana shu yigitdan tushadi, chiqadi. Internet yurish kerak. Bu yoqda ham peshera bor. Ha, bu taraflarda. Endi qo'ysa kerak-da ular. Oldin Wi-Fi bor deydi. Ha, Endi qo'ysa kerak. bu taraflarda ham peshera bor ekan. Hamma tarafda odamlar kirib yotibdi. To'ylar qilib qo'yibdi.
Komandada valla. Ekskursiya. Opag'im instruktor berib ketdinglar. Yaxshimisizlar? Hamma. Opa shu yerdami? Siz katta qo'lini har kuni berasiz. Kunlik ma'lumot berasiz. Ha. Chala. Cho'qinda o'tirgan singlimiz. Mayda. Tabibi. Katta tabii. Bobo men sattardim. Savdo. Bo'ldi ket biz tartib qo'ying. Televideniyega chiqasan. Bekor yoshirting betingni. Keyin kelardi, opa, qayerda ishlaysiz deb. Ana endi bir chiqish yo'lagi. Biz Tamam, chiqamiz. Ha, yana qaytib balandga chiqib ketamiz. Shu 1 kilometrmi, yarim kilometr balandlikka. 1 kilometr yo'q, esa. Ha. Gradus. Böyle salonumuz 6 gradus geçiyor. 235 metre uzunluğunda. Hazır. Şu tünelde yaptık. Şu tünelden uzunluğu tomondan bu tomongacha 230 kilometr ekan. Adashib 1 kilometr deb. Mana har tomonda shu o'zi asli bitta tunel. Yonboshlarida ham bor bunday. Karmashkada va qizchasiga. Mayda tunel yonboshda tushganda bu. Bular tuzda menimcha chiqib bo'lgandan keyin tozalab turadi. Odamlar kelib yotadi mana shu karavotlar qilinib qo'yilgan. Nafas olish kerak odamlar bu yerda. Bu yerda ko'pini ko'rdim odamlardan. Asmani shu nafas olish. Nafas olish qiynaladi odamlar. Shunda menda bunday emas, menda allergiya bor. Allergiya davolanadi. Allergiya lekarstvalar undov qiladi. Kam miqdorda, misol yana paftor bo'ladi. Bu yerda aytgancha nomay 91 ga Chopmanglar bolalar, chopmanglar. aytish bo'yicha 45 yoshida asma vardi, shu yerga kelib ketib davolanib yaxshi bo'lib ketgan ekan. Yosh bolalardan qo'yib yuboradi, yuradi, shu yurib yuradi. Mana kirish yo'lak. Ammo lechimiz sветильник bu tuzdan tayyorlanar ekan. Buni ustiga salsa suv sepib qo'ysa, issig'i ichkarida lampochka qo'yiladi-ku. Bu harlanib chiqadi, xonaga qo'yib qo'ysangiz, sizda asmangiz bo'lsa yoki allergiya bo'lsa, xonaga qo'yib qo'ysangiz foyda qilar ekan. 200 ming so'mdan boshlangan ekan balansi. Ko'chada olib tayyorlayotgan joylari bor. Ulardan bir video qilib chiqaring. Endi bu yerda tabiiy narsalar bor. Tabiiy gul. Yo'qolmami, menimcha tog'dagi sorigim bor-ku. Shuni deyman-da. Momo qaymoq deydimi, nima deydi sizlar? Bular endi nimaga davo? Ha, opa? Buyraknikimi bu? Buyrakniki. Bu ko'p ekanda bu yerda hammasi. Tabiiy. Oddiy qilayotgan nima qarang? Tabiiy, hammasi tabiiy. Nimani aytyapsiz? Bular nimaniki bu? O'qib ko'rsangiz hammasi nimaga qarshiligini bilasiz. Mana orqasiga shunday burasiz. Ha, yozilgan ha. Choyda bular ha? Ha, damlamalar. Sana. Tozalash. Shunaqa choy naturalda tayyorlangan. Bu yerda hech qanaqa lekarствosiz davolaydi. Asmalarni, xullas jigar deysizmi, xullas mana. Xullas shunaqa narsalar ko'p. Bu yerda yog'da bular hammasi. Odam yog'lar, qora sedalar, sug'ur yog', g'oz yog', hamma narsa bor. Hammasi natural narsalar. Doktor bu balandga kelyapti. Endi 3-marta chiqishim balandga. Chiqaman, tushaman. Odamlar yotibdi. Biz chiqamiz, tushamiz. Koreyaga bor. Koreyaga bor. Bu necha metr ekan? 230 metr ekan. 37 mi 200 shunaqa ekan.
yana chiqaman tepaga, yana tushaman. Endi biz yoshmiz. Yoshlar chiqadi, tushadi, doktor aytayaptiki, ko'proq yurish kerak buning ichida. Chunki dihani ochilib nafas olganingizda hozir bu yerda mana havosi bor, lichibni. Alloh taolaning bir nazar tushgan joyda endi bir tusganda qarang, boshqacha tusganda. Qizil ham bor. Boshqasi ham bor. Mana shunaqa. Mehmonlarni ham qo'yib yuboradi, oilaviy kelganlar ham ko'p. Bu yerda endi qarang. 3 ta sanatoriya bor ekan. Bittasi davlatda, ikkitasi shaxsiy. Keyin mana shu odamlar ko'p-da, odamlarning boshlari. Joyda odamlar mahallada misol kimningdir xonasini xizmat qiladi, oilaviy bir kuniga 50 ming beradi, 100 ming beradi. Endi sanatoriyada turganimiz uchun 250 mingdan bo'lyapti. 170 mingdan boshlanadi. Shunaqa endi mana bu yerda suv olib ketadi, buni o'zida choyish kerak. Odamlar o'tiribdi mana. Suvni tugatdik. Shunaqa endi. Yine karmaşka tunnellar ham ko'p. Aylanib chiqib ketasiz. Xolam ham Tojikistondan ekan menga o'xshab. Tojikistonda? Ha, Tojikistondan. Qabadandan. Zo'r joy ekan, hamma kelsin. Asma nima kasalliklarga davosi bor deb eshitib kelgansizlar, ha? Ha, shuni eshitib kelganmiz. Mana bitta xolam xuddi menga o'xshab Tojikistondan kelgan. Tojikistondan. Bu doktor Kiyimlar nima dedi? hammalari shunday zo'r joy ekan. Doktorlari bor, hamma saviyasi zo'r. Kelingizlar. Bitta men desam, mendan boshqa ham ko'p ekan Tojikistonda. Hali kiygancha bilgancha Ha, endi biladi. Nasibsa YouTube'ga chiqaramiz. Ha, ketdimi bolalar? Endi kamera hozir ko'paysin. Ha, nasib. Inshaalloh kelib ketib turamiz. Men ham chunki deganda ko'p qiynalganman. Ochilib, tomoqlar ochilib qoldi. Nafas olishga qiynalib. Men shunga chiqmoqchi chiqib kelyapti. Yosh nechida xolam? Yoshim 70 ta. Ha, 70 ta bo'lgan xolam mana tunnelda eng baland cho'qqisiga past chiqib kelgan. Hey, pastroqda bitta akaxonni ko'rdim, yoshi 50lardan, lekin menga chiqib kelolmadi. Biz kelgandan beri shu kelgan kundan ochilib chiqqan. Anaka. Foydasini sezdingiz. Foydasini sezdik. Xuddi men ham xudo olsa endi har yilga 2 marta kelib turaman. Nasib mayli. Sog'ayib ketdim. Kelavering. Eng ana 25 ta lisensiya bor ekan, men oxirsida bu yog'i endi tog' bo'lsa kerak-da. Tak. Reshotka bor ekan bu yoqda. Bu yoqda reshotka, tog'lik. Tunnelda bu tarafida endi. Bu yoqda reshotka, endi tog'lik. Yaxshi joy. Pastga qarasa qancha tikka. Bu xolam 70 dan tagi shunga chiqib ketdi, qoyil lekin. Uyda qolib endi tushib ketamiz. Soat 10 bo'lyapti. Bir kunda soat 8 da kelsak, unda endi inamiz. 20 martalar shunga chiqib tushdim-da, endi oxirida tushib ketishimda bitta video qilaman. Tog'a ham chiqadi, tushadi, shu keladi. Hamma yuribmiz. Ketamiz deyapti, endi vaqt bo'ldi, aytdim-ku. Ketish vaqt bo'ldi. Ketamiz. Ha, ketamiz. Ketamiz deyapti, endi ketamiz. Mana shu tunnelda yurib nafas olasiz. Shu tunnelda yurib nafas olib yurasiz. O'zi yaxshi bo'lib ketasiz-da. Bekorga ichmagan, ertalab turganimda eshitmadim hatto. O'zimda suvni choyga deb. Mana shu tuz eng kachstrasi deymizmi? Eng kuchlisi. Bu tuz suv o'zi oqib shu yerga yig'ilar ekan. Bir только ertalab o'zingizda choyganingizda mikrob barcha bakteriyalarni o'ldiradi. Oyoq og'riq. Nima deydi? Oyoqda qichma kasalliklar bo'ladi-ku, shularga ham juda foydasi bor. Buni olib borib, suv qo'shib sho'rsangiz, allergiyalarga ham mana yaralar tutmaydi ba'zi bir xil odamlar, shularga ham juda foydasi bor ekan. Suv. Juda ko'p narsalarga foydasi bor ekan. Hamma tunnelda odamlar juda ko'p.
Istiqbolda hozir ko'plarni ko'ryapmanda. Endi menda allergiya bo'lganligi uchun aytaman. Unda nafas olish qiyin bo'ladi. O'sha odamlar bronxit deyiladi. Va shu yerda cho'g'azida yurib 2 soat, 3 soat nafas olish kerak ekanda doktorning направленияsi bo'yicha. Shundan so'ng barcha o'tayotgan odamlar hammasi shunday kasal azob chekkan, lechение qilgan, boshqa qilgan, davo topmagan. Какое-то время davo topgan. Mana shu yerga kelib juda ham foydasini ko'rgani uchun qayta-qayta kelyapti. Mana hamma ayol kishilar qilyaptilar. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Katta doktorlar va olimlar bilan juda o'tirib qoldim hozir. Aytishyaptiki, pampers topgan bola bilan pampers topmagan bolani farqini aytyapti. Qarang, pampers topgan bola kelajakda farzand ko'rmasligi mumkin ekan. Yoshlik kelyapti. Chipsib qo'ymaslik uchun nima kechirasiz? Kindiga 3-4 ta qo'ydi, qora qo'ydi qamalog'ini baylab turish kerak. 3 soat, 4 soat. Yoshi ulg'ayaverib chipsib qo'ymaydi. Chipsib qo'ygani uchun pampers sog'adi. U kelajagini hech kim bilmaydi. 20-18 yildan keyin nima bo'lishini. Farzandi bo'lmayapti. O'sha katta doktorlar aytishyaptiki, oldinlari pampers sog'magan deydi. Shunday juda katta doktorlar Toshkentdan kelib dam olayotganlar suhbatida bo'lib qoldim. Buni ko'ryapsizmi? Nima qilish kerak? Mana tuzgan. Mana shu tuz hozir odamlar yuribdi. Mana shu hozir bir ikkitasini ko'rib, nafas olishga juda qiynalib qilyapti. Mana shu nimada? Asma deydimi? Shu asmalarga juda foydasi bor ekan. Allergiya, asma shunaqa. Menda asma yo'q. Allergiya bor. Nima deyiladi? Ruschasiga allergический bronxit. Shunaqa. Ehtiyot qilinglar o'zlaringizga. Adres aytib beradigan bo'lsak, mana O'zbekistonda Sherobod degan joy deyiladi. Ishmasam toshni nima qilib keyingi videolarda chiqaraman.